ma'lumot berib o'tamiz. So'zni Ziyoganikga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Tadbirkorlar, bizda yaqinda hamroh dasturi bo'yicha ayol tadbirkor kredit mahsulotlarini ushbu bo'yicha qisqacha bir tushuntirib berib o'tamiz. Ya'ni mijozlar kimlardan iborat? Birinchi, ayol tadbirkor deganda kimlar tushuniladi? Ya'ni faoliyat yuritayotgan va ijobiy kredit tarixiga ega bo'lgan ta'sischilar tarkibida ayollar ulushi 50% yoki undan yuqori bo'lgan ayollardan iborat bo'lsa, demak yoki bo'lmasa undan tashqari ayol rahbarligidagi korxona bo'lsa, demak ayol tadbirkor hisoblanadi. Bizda bunda 3 xil yo'nalishda kredit ajratiladi. Ya'ni birinchisi 100 million so'mgacha garovsiz sug'urta yoki taxmindan oladi. O'zining yo'liga ko'ra mulkiy ta'minot bo'lishini bundan tashqari ikkita ish o'rni yaratadigan bo'lsa, demak 375 million so'mgacha unda garov bilan 375 milliongacha garov bilan kredit ajratiladi. Uchinchi holatda 5 ta ish o'rni yaratadigan bo'lsa, eng kam bazaviy hisoblash miqdori 4 ming baravargacha, ya'ni 1,5 milliard so'mgacha kredit ajratiladi. Bunda ta'minotni shu garov bilan olinishi kerak bo'ladi. Xo'p, endi kredit tarixiga ijobiy kredit tarixi degan tushuncha bor. Ya'ni mijozlar ijobiy kredit tarixi deganda nimalar tushuniladi? Ya'ni oxirgi 5 yil davomida mijozni kreditlar bo'yicha olinganda o'sha qarzdorliklari, ya'ni birinchisi joriy yoki muddati o'tgan kredit qarzdorligi bo'lmasligi kerak. Keyin kreditlar bo'yicha o'sha sud jarayonida yoki MIBda qarzdorlik bo'lmasligi kerak. KPM ko'rsatkichi balli 200 balldan yuqori bo'lishi kerak. Kredit tarixi natijalari yana 30 kundan oshgan holati 10 tadan ko'p bo'lmasligi kerak. 60 kundan oshgan muddat o'tgan qarzdorliklari 2 tadan ko'p bo'lmasligi kerak. 90 kundan oshgan muddat o'tgan qarzdorligi demak umuman bo'lmasligi kerak bo'ladi. Shunda kredit muddati loyihalarni amalga oshirish uchun demak 7 yil 84 oy muddatga beriladi, 2 yil imtiyozli davr bilan. Ya'ni savdoga esa aylanma mablag'larni to'ldirishga 2 yil muddatga beriladi, 6 oylik imtiyozli davr bilan. Kredit ajratish usuli bu bevosita o'sha mahsulot yetkazib beruvchini hisob raqamiga shartnoma asosida o'tkazib beriladi. Kredit ajratish deyarli hamma sohalarda ajratiladi. Quyidagi sohalarda ajratilmaydi. Ya'ni qimorxona, bilyardxona, alkogol va tamaki savdosi